Bugun sizlarga Ixlos School'ga obzor qilib beraman. Ketdik. Bu boshlang'ich xonasi. Hozir kiramiz. Assalomu alaykum hammaga. Bu boshlang'ich xona. Bitta e'tiborimni tortgan narsa bu yerda hamma yosh kattalarga farqi yo'q. Qo'shidan keldingizmi, qo'lida kursida hamma taom beradi. Ixlos School'da turk tili, ingliz tili, arab tili va rus tili mukammal o'rgatiladi. Boshlang'ich sinflar uchun rus sinflari ham mavjud. Maktab yoriq va katta sport zalga ega. Farzandim och qoldi, nima yedi ekan deb xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Bu yerda 120 ta bolani bir vaqtning o'zida bemalol 3 mahal ovqat bilan ta'minlashadi. Yana zo'r tarafi maktab IT va buxgalteriyaga ixtisoslashtirilgan. Xalqaro sertifikatlardan esa SSA, SAT va IELTS sertifikatlariga chuqurlashtirilgan tayyorlov olib boriladi. O'zimning farzandlarimni shu maktabga berganman. Mana 1-sinfda, rus sinfida o'qiydi. Lokatsiyani tushuntirib o'taman. Yunusobod Selfos tarafda bemalol farzandinglarni ishonib topshirsanglar bo'ladi. Hamma ota-onalarga Ixlos School'ni tavsiya qilaman. Agar qiziq bo'lsa, shu telefon nomer orqali bog'lansanglar bo'ladi.